Assalomu alaykum kanalimizning qadrdon muxlislari. Qon bosimi ko'tarilganda kalsiyga boy kokteyl ichish juda foydali. Kokteyl tayyorlash uchun 3 ta karam bargi, 5-6 dona petrushka bargi, 4-5 dona sabzi va urug'laridan tozalangan yarimta olma bo'lagi kerak. Sanab o'tilgan barcha mahsulotlar maydalanib, sharbati siqib olinadi va aralashtiriladi. Sharbat bir ichishda ichilishi lozim. Bu muolajani bajarish kundalik odatga aylansa, qon bosimi ko'tarilishi xavf solmaydi. Shuningdek, quyidagi tavsiya ham bu borada sizga qo'l keladi. 1 stakan mineral suvga 1 osh qoshiq asal, yarimta limon sharbati qo'shib, yaxshilab aralashtiriladi. Davolanish muddati 2 hafta. Qon bosimi ko'tarilishining oldini olish uchun qirg'ichdan chiqarilgan yarim stakan qizil lavlagi sharbati unga teng miqdordagi asal bilan aralashtiriladi. Malham 1 oy davomida kuniga 3 mahal ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin 1 osh qoshiqdan yeb turiladi. Salomat bo'ling.